Onasizlikda katta bo'lgan, Koreyada yasholmagan, yashirincha turmushga chiqqan va tadbirkorlikda omadi kelmagan Sitora Alimjonova haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Ayriliq, salom sevgi, egizak oshiqlar filmlari va yuraklar jangi serialdagi ijrosi bilan muxlislarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Sitora Alimjonova qishning ilk kunida dunyoga kelgan. Aktrisa shu yil 34 yoshni qarshilagan bo'lishiga qaramay haligacha yosh ko'rinadi. Ayrimlarning taxminiga ko'ra, konfet sifatida san'atga kirib kelgan aktrisa qanday qilib muvaffaqiyatga erishdi? Keling shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Yetimlikda o'tgan bolalik Sitora Alimjonova oilada 4 farzandning kenjasi hisoblanadi. Uning akasi va 2 opasi bor. U hayotda erishgan muvaffaqiyatlarda opalarining hissasi katta ekani haqida ko'p gapiradi. Bobom san'atkor bo'lgan. Shu boisdanmi bu sohaga bolalikdan qiziqqanman. Maktabni bitirib Farg'ona san'at kollejining raqs bo'limida tahsil olganman. Bolaligim juda go'zal o'tgan. Tinib tinchimaydigan qiz bo'lganim uchun maymuncha deyishardi. Afsuski, onam kasal bo'lgandan keyin go'zal bolalik ham nihoyasiga yetdi. Onam rahmatli oqqon kasaliga chalingandi. Ancha vaqt to'shakda yotdi. O'zimiz unga qarardik. Sog'ayib ketish uchun harakat qilardik. Afsuski, qancha harakat qilinmasin inson belgilab berilgan umrini yashar ekan. Opalarimning biri Koreyaga, boshqasi esa Farg'onaga turmushga chiqqan. Otam ham oila qurdi. Akam esa o'z-o'zi bilan band. Uning foydasi ham zarari ham tegmaydi. Onam o'lgandan keyin yolg'izlanib qolganman. Shunda Koreyaga turmushga chiqqan opam meni oldiga chaqirtirib olgan. Bir muddat u yerda yashaganman. Til o'rganganman. Opamga qolsa meni o'sha yerda olib qolish niyatida edi, ammo tabiatan O'zbekistondan boshqa yerda yasholmayman. U qadar ko'nikuvchan inson emasman, deydi Sitora Alimjonova. Meni konfet aktrisa deyishgan ekan. Sitora Alimjonova aktrisa bo'lishni niyat qilmagani va bu ishga opasi undagan haqida so'zlab bergan. Raqsga, qo'shiq aytishga juda qiziqaman, ammo aynan aktrisa bo'lishimga Dildora opam sababchi bo'lgan. U tufayli rejissyor Durdona To'laganova bilan tanishganman va aynan filmda suratga tushish uchun O'zbekistonga qaytib kelganman. O'shanda ko'pchilik bu konfet aktrisa 5000 AQSh dollari bergan deb gapirishgan ekan. Rostini aytaman, u paytda buncha pulim bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham rol emas, mashina olib haydagan bo'lardim. 2011-yilda kinodagi hayot ancha jonli edi. Premyeralar ko'p bo'lardi. Takliflar ham bugungidek ancha serob edi, deydi aktrisa Sitora Alimjonova. Ko'nglim bo'shligi pand berdi. Sitora Alimjonova mashhur aktrisa bo'lsa-da, olgan gonoraridan qoniqmagani, shu sabab tadbirkorlikka ham qo'l urgani haqida gapirdi. Aktrisalarning gonorari u qadar yuqori bo'lmagan. Shu bois men ham tadbirkorlikka qo'l urib ko'rganman. Avvaliga go'zallik saloni ochdim. O'xshamagani uchun uni yopib Koreyadan mahsulot olib kelib sotishni yo'lga qo'ydim. Ammo tadbirkor bo'lish uchun biroz qattiqqo'l bo'lish kerak ekan. Ko'ngil bo'shligim ko'p bor pand berdi, deydi Sitora Alimjonova. Bolamning otasi Shohrux Hamdamov deyishgandi. Mashhurlarning hayoti hamisha muhokama markazida. Sitora Alimjonovani ham xonanda Shohruxxon bilan ishqiy munosabatda ekani, ammo qandaydir sabablarga ko'ra ular birga bo'lolmagan haqida gap-so'zlar tarqalgandi. Shohruxxon bilan Sen ketma filmida partnyor bo'lganmiz. Tomoshabinlar nihoyatda ishonuvchan, kim bilandir partnyor bo'lib, sevishganlar rolni ijro etsa darrov gap-so'z qilishadi. Kim bilan rol o'ynagan bo'lsam, hammasi bilan ishqiy munosabatda ekanim haqida gapirishgan. Hatto turmushga chiqib farzandli bo'lganimda bolaning otasi Shohrux Hamdamov deb yozishgandi. Bunday gap-so'zlarga e'tibor bermayman, deydi aktrisa. Aktrisaning yashirin to'yi ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. U birorta intervyusida nega to'yini Tailandda o'tkazishga qaror qilgani haqida gapirmagan. Aktrisaning to'yi 2017-yilning avgust oyida Tailandning Phuket orolida bo'lib o'tgan. To'yda aktrisaning 3-4 ta eng yaqin do'stlari ishtirok etgan. Aktrisa kuyov ko'rinmagan suratlarinigina ommaga namoyish etgan. Faqatgina uning 27 yoshda ekani va tadbirkorlik bilan shug'ullanishi oshkor qilingan xolos. Prodyuserlar bilan kelisha olmagan. Aktrisa Sitora Alimjonova 9 yil avval xonandalik faoliyatini rasman boshlagandi. Afsuski, ko'p o'tmay unga prodyuserlik qilgan kompaniya bilan moliyaviy kelishuvga erishmay, xonandalik faoliyatiga nuqta qo'ygan. U teleloyihalar uchun Otabek Mutalxo'jayev bilan Sevar yorim, Yodgor Mirzajonov bilan tegaman duetlarini ijro etgan. Yo'g'i borim va opajonim singari mualliflik qo'shiqlarini ham ijro etgan. U hozir to'y xizmatlariga faqatgina opajonim qo'shig'ini ijro etish uchun boradi. Ona bo'lishni 4 yil kutdim. Aktrisa intervyularining birida farzandini 4 yil kutgan va ona bo'lishda qanchalik qiyinchilikka uchragani haqida ham so'zlab bergan.
Men rosa harakat qildim, davolandim, 4 yil farzand bo'lmadi. Orada bir bo'lib tushib qoldi, yana davolandim. Keyin tashlab qo'y, deyishdi. Keyin Xudo o'zi g'oyibdan berdi. Kutmaganingizda bo'larkan hamma narsa. Shuning uchun kutmaslik kerak ekan. Tug'ruq jarayonida juda qiynaldim. Buni eslashni ham xohlamayman. Men o'zi og'riqqa yo'qman. Ko'zim ko'rmay qoldi. Kesarcha kesish yo'li bilan tug'dim, lekin dardni ham ko'rdim. Operatsiya rejalashtirilmadi. Bolaning tug'ilishiga hali 6-7 soat vaqt bor edi. Lekin juda qattiq og'riqdan ko'zim ko'rmay qola boshladi. 6-7 soat ichida nimadir bo'laman deb operatsiyaga rozi bo'ldim. Lekin bu gapimdan homiladorlar qo'rqib qolmasin. Bu narsalar o'tib ketadi. O'sha kunning o'zidayoq turib yurib ketdim deydi. Depressiyaga tushib qoldim. Afsuski, bu intervyudan roppa-rosa 1 yil o'tib aktrisa shaxsiy turmushda omadsizlikka uchragani va o'g'lini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgani haqida aytdi. Hayotda hamma narsa bo'lar ekan. Shaxsiy hayot haqida ha deb gapiraversa qizig'i qolmaydi. Hozirda Muhammadimning otasi bilan aloqasi bor, faqat ko'rishib turadi. Shaxsiy hayotimda hech qanday o'zgarish yo'q. Borimni bolam va ijodimga bag'ishladim. Farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin depressiyaga tushib qoldim. Ana shu narsa menda bo'lmaydi deb o'ylagan edim. O'sha paytlari juda ko'p onamni esladim. Suratga olish jarayonlariga borsam, bolamni onamga tashlab keldim degan gaplarni eshitib qolaman. Hayot har bir insonning bir armoni bo'lar ekan. Shunaqa paytda onamning yo'q bo'lgani butun umrlik armonim bo'lib qolsa kerak. Onam oqqon kasaliga chalingan edi. Sevgi serialidagi shu sahnalari mening hayotimga juda o'xshash. Onam bitta joyda yotgan, hech qayerga ishlamagan, qaraganman deydi aktrisa. Hech qachon o'g'limni aktyor qilmayman. Odatda ko'pchilik ota-onalar farzandlari kasbini davom ettirishni istashadi, ammo Sitora Alimjanova o'g'li san'atkor bo'lishini istamasligi haqida aytgan. Hech qachon o'g'limni aktyor qilmayman. Uning muxlislari san'atdan emas, sportdan bo'lsin. Hattoki bolam tug'ilmagan paytda ham bitta sportchi o'g'lim bo'ladi deb niyat qilardim. Bo'lganda ham butun dunyo taniydigan mashhur sportchi bo'ladi deganman. Farzandimni yaxshi tarbiyalab, O'zbekiston futbolini jahon chempionatiga olib chiqadigan darajada futbolchi qilmoqchiman. Hozir bor xatti-harakatimni shunga qaratgan deydi aktrisa. Aktrisa ayni kunda ijoddan ko'ra ko'proq vaqtini farzandiga bag'ishlashga qaror qilgan. O'g'lim Muhammad Amin bilan dunyo kezadi. Eng yaxshi surat va videolarni esa muxlislari bilan bo'lishadi. Bizda hozircha shu shou biznes xabarlari sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhim.